Assalomu obunachilar, sizlar bilan tushkunlik challenge 12-chi sizlar bilan container with most water degan masalani yechamiz. Bu masalani shartini o'qib olamiz. Bu masalani shartida aytayaptiki, ikki chetdan ko'rsatkich qo'yib 2 pointers har safar kalta ustun tomondagisini ichkariga surish orqali eng katta maydonni topasiz. Bu masalani yechishni boshlaymiz. Left, right, line, high, max, water, left, right. Hozirgi idish hajmini hisoblaymiz. Current height min left, height, right, width, right, left, current, water, current, height. Current water, current height, width. Eng katta hajmini yangilaymiz. Max water, max water, current water. Kalta ustunni ko'chirib balandroq ustun izlaymiz. If height left, height right. Left plus per else right minus per return max water. Masalamizni tekshirib ko'ramiz. Masalamiz to'g'ri ishlayapti. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz ham bizning challenge'imizga qo'shiling. Qani go!